Bugun sizlar bilan sochim uchun olgan narsalarimni raspakovka qilamiz. Birinchi bo'lib raspakovka qiladigan narsamiz bu Dyson. Har bitta qizni orzusida bo'lgan Dyson, endi menda ham bor. Yashin Dyson olganimdan keyin uni taroqlari ham bo'lishi kerak. Wow, taroqlari o'zidan chiroyli-ku. Buni lekin nimaga olganimga tushunmadim. O'zi Dyson oldim, lekin bu nimaga kerak? Bunaqa bigojilar mana shunaqa chiroyli brush ukladkalar qilishni plan qildim. Ish qilib qilaylik. Keyingisi bo'lsa bu termozashita sochimni kuyib qolishidan asrashim kerak. Bu bo'lsa soch uchun muz manga aytishligi bo'yicha aynan shu muzni surib, ukladka qilsa ukladka zo'r объемный bo'lar ekan. Ukladkadan keyin uni qotirish uchun lakam kerak bo'ladi. Shuncha narsa zakaz qilgandan keyin yuzimga ham nimadir zakaz qilmasam bo'lmasdi. Bu SPF. Ham ko'pchilik maqtadi, lekin men ochishim bilan bu SPFni kichkinaligini ko'rib, menimcha menga bir haftaga yetsa kerak edim, lekin 300 mingga olganman. Bu bo'lsa deyarli har hafta eskirib qoladigan sponjik. Konsilerim qolmagan, uni ham qo'shib oldim. Asliga bo'lsa bitta savolim bor. Hozir sanab o'tgan, ko'rsatgan narsalarim общий qancha bo'lgan? Kim birinchi topsa, kommentariy yozib qoldirsin. Birinchi topgan odamga kartasiga pul tashib beraman.